Kelasizlar, chiroyli qizlar. Ajab yorisizlar bu sahnaga. Mardona mengib chiqsanglar, sizlarni ekran oldidagi tomoshabin do'stlarimiz baholab ketadi. Bu qiz o'tgan sonda chiqqan, mundaq bir gap qilgan. Bu qiz o'tgan sonda mundaq kiyinib chiqibdi, yarishibdi degandek. Demak, elning nazarida turyapsizlar. Davomli yaxshi so'zlar bilan, yaxshi gaplar bilan baholanib turinglar. Qani undaq bo'lsa, bugungi birinchi yigit zodi kimdi? Ekran. İlk kesimi keçerleysiz. Çoğustan çıkınca avlat gengo mifan yürüyüşlükleri. Qani undaq bo'lsa, bugungi birinchi yigit zodi kimdi? Ekran qarab baqaylik. Yaxshimsizlar ko'ramanlar, elchi programmasiga go'zal qizlar. Men Samiy bo'laman. Bu yil 24 yoshga kirdim. Urumchi shahridan muhit asrash idorasida ishlayman. Ig'ir besiq, oddiy sodda yashashni yaxshi ko'raman. Elchi programmasiga kelishga maqsadim bo'lsa, oddiy sodda kichik pel bir qiz bilan tanishish. Qani Samiy, sahnaga marhamat. Yaxshi so'zlar, yaxshi go'zal qizlar. Samiy qarshi olamiz. Nima kasb bilan shug'ullanasiz? Men muhit asrash idorasida. Muhit asrash idorasida ishlaysiz. Bundaq sahnalarga tunchi qitim chiqishingiz faraz qilishimcha. Ha. Qanaqa bo'ldi ekan? Jiddiylik kutib beraman. Jiddiylik kutib beramsiz. Shun qizlarga qarayamayapsiz, a? Qani qizlar bilan rasmiy yo'sinda bir salomlashing, shu vaqtni ko'rsiz. Ma tarafdan boshlaylik. Ha. Yaxshi go'zal qizlar. Tinchlikmi deb. Ma tarafga yaxshimi go'zal qizlar, ma tarafga tinchlikmi? Siz nereden? Urumchidan. Urumchidan. Uyingiz qaysi rayonda? 7-chi atrofida. Sizlar necha bola? 4 o'g'il. Oo. O'g'illarning soni chiqqan, siz nechinchisi? Ikkinchisi. Ikkinchisi. Apangiz? Apam o'xshash ishlaydi. Tozada. 4 o'g'ilni beqib cho'nqatish toza patatganda, o'g'il boqmoq masalan emas, qiz boqmoq masalan emas, lekin qirqatlaringlarni yuyib bir umr jafoinglarni tatdi-da. To'g'ri. Xo'sh, qizlardan so'raydiganingiz bo'lsa, so'rasangiz bo'ldi. Sizdanmi qizlar so'rasa bo'laverdi. Boshlaylik. Samijon, yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Men Nadiya. Siz uyda 4 bola ekansizlar-ku? Ha. Apangizga yordamlashib oila ish qilib boqqanmi? Masalan, tomoq etganda yordamlashib bergan, qochlarni yuvish bergan, og'rib qolganda ancha-muncha oldin xabar oldigan, kirqatlarni yuvish bergan ishlarni qilib boqqanmi? Qilib boqqan. Qancha qilamsiz yoki odatda o'sha apangiz salliqqa yetishmaganda yoki o'sha og'rib qolgan vaqtlarda qilish beramsiz? Odatda yordamlashib beraman. Odatda yordamlashib berasiz, shunami? Ajab yaxshi. Rahmat. Dirg'iz gap qilma, rost gap qiling. 4 o'g'ilning ichida qaysinglar eng ishchan? Kichkinim. Eng kichigimi? Bo'za qilsizlar-da uchunglar, kichik bo'lganki aniqlar deb. Endi ancha-muncha da Gaya apamning gapini anglamaydi shon. Ancha-muncha boshqarib turmasak. Apanglarning gapini anglamaydi, lekin sizlardan qo'rqib ham ishni qiladi. Ha. Yaxshi gapmish. Uyning kichik bo'lmoq oson emas ekanda qaraganda. Qaysinglarning gapini bakrak anglaydi u kichigi? Cho'ng akamning. Siz kimning gapini bakrak anglaysiz? Akamning gapini. Cho'ng akangizdan. Demak, lovda ekanda cho'ng akangiz uyda. Apangiz-chi? Kimning gapini anglaydi? Apam shu dadamning gapini anglaydi shu. Dadangizdan. Oilangizning muhitidan rozimisiz? Rozi. Ularni yaxshi ko'ramsiz? Yaxshi ko'raman. Bugun sahnaga chiqadiganingizni ular bilamdi? Bilmaydi. Qani ularga yurak so'zingiz bo'lsa deyilang, qani. Kim qarshi turdi mush sahnaga chiqishingizga? Kim qo'llash tarafdori bo'ldi sizcha? Asosiyatdan o'ydikilar qarshi turib ketmaydi. O'ydikilar chiqib baqsam degan men. Ha deganmi? Ha. Chiqmayman deb turib olg'im. Qani o'ydikilarga yurak so'zingizni dang-a? Nima deyishimni uqolmadim. Nima deyishingizni uqolmatamsiz bo'ldi. Jiddiylik ketdi. Jiddiylik ketdingizmi? Siz odatda jiddiylashganda nima ish qilsangiz o'xshaysiz? Men odat jiddiylashib ketsam, turib olsam o'ng'ishib qolaman. Birdan turib olsak vaqt o'tib ketadi. Naqshid olamsiz? Yo'q. Qat'iy aytamamsiz? Anglashni yaxshi ko'rasiz? Anglashni yaxshi ko'rmay aytolmayman. Aytolmaysiz. Bo'ldi. Bo'lmasa bir naqsh etib o'zini sal qo'yib o'tam degan bu inim deb o'ylagandim. Amsa hammanglardan o'rtaq savol men so'ray, a? Samimiy javob bersin, qizlarmi ixtiyor qilib javob bersanlar bo'ldi. Sami, sizcha bir qizni ko'may turib, qizlar sizlarcha bir yigitni ko'may turib, uning bilan telefon yoki undidar orqali aloqalashib, muhabbatlashish ko'ngillikdek bilinamdi. El sahnasiga naq maydonda kelib, yuzma-yuz ko'rishib, o'zaro fikrlashib, muhabbat safariga atlanish
bakrak yaxshi bilinamdi. Mayra. Amma rastga qilayam de. Başqa fikir o'ylab qolmanglar. Ay telefonda paranlasam yaxshimiki deyman. Amma ilqi kunda yağın gap qilib bo'lmaydi emasmi u. Bir kun olmay bir kun ilqi ayb yaman az oshkorlik qildi. Lekin ma sahnada undaq 100% haqiqiy qiyofatini oshkorlashini atayin deb o'ylayman. Bo'libmi tatınıb turib olganda ishilkini deyamaydi. Qo'llab ilishni tasa. O'z haqiqiy banaslarni bak ifodalab ketamaydi. Undaq bu siz ashuni yaxshi deb turib nima uchun elti sahnasiga chiqdingiz Mayra? Şimdi çıkıp ancak bilemezsem ki çıkıp ketgende tıkımı bildiğim eğer bana xalat işi bana yüzeki olsun mu bana yakışlık baldım birisi çıksa şunu bilen kol çıkıp gidip telefonu paranlaşkandan bekrak yaxşırak muhabbetleşini bulducu şu çağdan tıkım yaxşı düşünüp anadayken kılma deb oylaştım. Menimce el sahnasida qo'l tutishib chiqib ketsa shuni muhabbatlashgan yaxshi deb o'ylab ta'limsini baqay deb chiqdim menmi. Rahmat. Çünkü şu el sahnasiga chiqib mashada rast bilan o'zaro deyishib, tushunib, andan keyin chiqasizmi? Keyin andan yoki urush jadal bo'lib aylib ketadigan ahvollar bo'lib qolgan vaqtida mushuni yuzini qilib bo'lsin, balkim aylib ketmaslik mumkin, yaxshi o'tish mumkin deb o'yladim. Rahmat. Siz shu inim? Menimcha alçı programımız çıkıp birbirimizni tushunishib, qo'l tutishga yaxshiroq deb o'ylayman. Mana. To'rda muhabbatlashishga bizmi qarshi emas, bu odamlarning shaxsiy erkinligi. Lekin to'rda muhabbatlashgan vaqtda ancha-muncha xatarmi bo'lib qoladi. Masalan, qarshi tarafning kim haqiqiy salohiyatini bilish natayin. Yoki qarshi taraf bildirishni xohlamasa, bilalishimizmi natayin. Undan boshqa qarshi taraf to'y qilganmi, farzandi bormi, oilasi bor turib boshqalarni aldash yoki o'zining ko'nglini ichish uchun to'rda muhabbatlashishni tanlagan, uning bilgili bo'lmaydi. Yana bir tarafdan u aldamchimi? Uning maqsadi nima? Uning qizlar bilan paranglashish yoki o'g'illar bilan paranglashda boshqacha maqsadi bormi, yo'qmi deganga darhol javob tepish tas bo'lishi mumkin. Afzalliklarimi bordi, lekin kamchiliklardan xoli emas. Endi bizning ma'alchi programmasiga chiqqanlar eng oldi bilan bir salohiyat o'tkilidan o'tadi. U bo'lsin, u cho'qim bo'ytaq bo'lishi kerak. Demak, bu mushu sahnada turayotgan qiz yigit uchun bir bexatarlikdan derak beradi. Ailasi bor va yoki qiz do'sti, yigiti bor birisiga aldirab yiqilishib qolmaysizlar. Naq maydonda hammamiz o'zaro bo'ytaq ekanliginglarni bilamiz, sizlarning ko'nglinglarga ayon. İkinci tarafdan aytganda yüzma-yüz ko'rishsizlar, yüzma-yüz paranglashsizlar. Eng muhimi biz savol jihatdan sizlarga ko'p cheklama qo'ymaymiz. Turmushga oid qiziqishinglar, o'zinglarning o'rtaq havaslaringlarga oid temalar paranglasanglar tamamen bo'ldi. Endi siz tantarbiya turlaridan nimaga qiziqsiz? Tantarbiya turlaridan futbolga. Futbol o'ynashni yaxshi ko'rasiz. Undan ishdan sirtqi yaxshi ko'rgan qanaqa ishlaringiz bor? Ishdan sirtqi futbol, asl sayohat. Sayohat qilishni yaxshi ko'rasiz. Sayohat qilib vaqtingizmi hozirgacha? Vaqtim. Nega berib vaqtingiz? Qashqa, Qulja degandek. Chiroyliqmiga? Chiroyliq. Yaxshi ko'rdingizmi ishga ya'ni? Qaysi rangni yaxshi ko'rasiz? Amma qizilni. Qizil rangni yaxshi ko'rasiz. Qaysi tomoqni yaxshi ko'rasiz? Lag'man. Savol so'rashni o'rganib oldingizmi mendan? Ha. Men sizdan so'raganni mushbit qizlardan so'rab yiqqan ular nima deb javob berdikin. Kimdan so'rasangiz bo'ladi? 2 nomerli qizdan so'rab. Sizning ismingiz? İsmim Amanisa. Men Xotandan. Xotandanmi? Odatda nima ish qilishni yaxshi ko'rasiz? Men shu sayohat qilishni yaxshi ko'raman. Ta'til mezgillarida. Hozir maktabda o'qiyapman lekin. Andan keyin boshqa vaqtlarda shu lunxoshi o'ynashni yaxshi ko'raman, muz terishni yaxshi ko'raman, qart elishni degandek. Demak, so'rab boqay. Siz 4 o'g'il balkan-ku, sizlar manglar o'g'il bola bo'lgandiki, sizningki qiz sonlingiz yoki qiz sonlingiz bo'lsa, uning bilan uni akiltib, ashtaq papilab, ashtaq beqishni o'ylab boqqan vaqtlaringiz bormi? Va? Akiltishni yaxshi ko'ramsiz? Na. Agar u shunaqa qilib yoki sizga ashta xaplab qilsa, undan siz ochiqlamamsiz yo'qmi? Yo'q, ochiqlamayman. Siz qiz qarindosh bilan uchrashib baxmagan, chunki oilangizda 4 o'g'il bor. Siz qandaqsiga uningga chechilmayman, uni yaxshi ko'rmaydigan kesib ayta olasiz? Chunki akamning bir qizi bor.
Ha, uyinglarda bir nevri bormi? Ular o qizlar Bırakın 2-3 yoshdan farqlanib mangsizlar. Kichik vaqtinglarda mushishibmi qalamtinglar? Ha, mushishib qoldik. Ammo 4 o'g'il bor uyni faraz qilsak, birisining paypig'i o yerda, birisining ishtini mau yerda. Ha? Sen bo'lgan bo'lmaganmi? Bo'lgan. Kim eng yomonti? Evet, akam buldu da. İkincisi İkincisi bu. Ha, demek sizler tug'ilish tartibinglar bo'yicha yo'l qo'yib mundaq keldikansizlar-da. To'g'ri. Bichora, eng kichik ufqingiz ishchim og'riyotdi, jinim ufqam. G'ayrat qiling bo'pti. Cho'qim ajri bash bo'lsak bo'lganlaringizning ishnimsiz qilsangiz, tayoqnimsiz yeysangiz, bugun shu akangizning sahnada bir tarbiyalab qo'yaylik ya, uyga qaytgandan keyin sizning ishingizni qo'lingizdan ilib qilaversin. O'sha qilaylik ya. Sahnada turish oson emas-ku. Ha, bayatdan men xeyli savollarni o'gitib qo'ydim-ku sizga. So'rang. 8 numaralı kızdan so'rab baksam. 8 numaralı kız. Sizning ismingiz? Xayrgul. Odatda nima ish qilishni kerak yaxshi ko'rasiz? Men odatda guanjiya qilishni, andan keyin shu men sayohat qilishni beklar yaxshi ko'raman. Qandaq narsalarga amroq? Qish bilan at yozga. Siz qaysi faslni yaxshi ko'radingiz? Men qish faslini. Qish faslini. Nima uchun? Muhit asrash idorasida ishlaydigansiz-ku. Amaliyotda qish fasli sizlar uchun bir turlik jafodan derak bermamda. Japalik bo'lsa amal yo'q endi buni. Lekin yaxshi ko'rasiz. 3 numaralı qizdan so'rab baksam. Odatda qandaq narsalarni kerak yaxshi ko'rasiz siz? Masalan, qaysi tarafdan? Mening yaxshi ko'radigan narsam bekchiq. Qaysi tarafdan? Masalan, yemek-ichmak jihatdan damsiz, fasl. Yemek-ichmak jihatdan. Yemek-ichmak jihatdan men ochiq-chuchuk tamoqlarga amroq. Tomifen, malafin, lampong, rang pizza. Sizce Sami? Men anchbek yeb ketmayman o narsalarni. Lag'manli yemsiz? Ya ochiq narsani bek yemayman men o'zim. Yemaydigansizda. Sen qancha kirding bu yil? 24 ga. 24. Do'stlaring nima ish qildi? Mening do'stlarim masalan tijorat qildi. Tijorat qildi. U hammasi masalan ularni do'stlab qilishning sabab masalan bir ma'lum yoki bo'lmasa qandaq bir sabab bilan do'stlik qilgan. Hatto balag'ina. Billar cho'ng'lab jarayonda. Unda yangi tunishgan unda yaqin og'inlaring unda yaqin do'stlik yo'q. Va ular shu tijorat qilib degandek. U bolalar bilan shu balag'ina orqali tunishganmiz. Apash do'stlaringning do'stlari-da u. Ha. Sen bir masalan do'stlik degandaq bir-birisiga ishongandan keyin bo'ladi-da. Sen hamda qandaq mijoz xarakterga asosan bir xil do'st tanlaysan. Masalan, balag'inlaring bilan balaliq vaqtingda ham do'st bo'lib qoldingda, ular bilan nurun aslimalar bildida. Endi balag'inlarning do'stlarimi sening do'sting bo'lish uchun ular cho'qim san bir yerlar yeqish kerak-da. Sizlar ishgan cho'qim bir shon cho'qildigan yer bo'ldi. Shunsa qandaq balaga, o'g'an balani qandaqlarga bir xil havas qilib, ashning sening do'sting bo'lganligidan bir faxrlanib qilsan demakda. Men odatda birsizlar bek oson chiqishib ketmaychi. Ko'rishtimda chiqishib ketaman. Masalan, o'g'an balani ichida sen qandaq o'g'an balaga havas qilsan? Havas qilsa? Men o'ndan o'qib ketmayman. Qandaq bir qiz balami, bir xil qiz balaga havas qilsan degan masalan, undaq boy balaga havas qilamsa yoki undaq badan sifati yaxshi ballig'imi yoki ig'ir besiq ballig'imi yoki bo'lmasa bir kasbda qut qozongan ballig'imi deydigan gapda. Unda hurmat qilsan deyli, havas qilsanmi demay qandaq ballini normal. Bek bay yashat baladan anchbek chiqishamayman men. Normal bo'lsa oilasi, oddiy bo'lsa bo'ldi. Ani kamtar ekan. Bo'ldi. Qarang, ukam, bayatdan Ali akangiz so'ragan bir savolga siz boy bolalar bilan ancha yaqin kelishmaydi yoki aralashib bo'lamaymi dedingiz. Sizningki o'tmishingizda bira puli baroq, po'chiroq bir uchrab qolgan vaqtingiz bormi va yoki boshqa sababdan ularga to'g'ri qaramamsiz? To'g'ri qaramayman. Nimishga to'g'ri qaramaysiz?
Çünkü adatta pek köz qilib ketadi-ku. Bayballarning hammasi Demek siz çoğunu, ko'z qilamda. bu inimizin demek çoğunu, özünün pulu yok ama dadısının pulu var. Özü çıkışını kamlaştıramağım bilen dadısının pulu arkalık bir xil göz qildigan maqul tipdagi balalarni demoqchi bo'lsin. Ha, to'g'ri. Maqul balalarni demak. Jargizalik o'stirishib, boy bo'lgan mundaq balalarni demoqchi emas. Meningcha. Undaq bo'lsa, kelgusi jo'ringiz haqida davomli izdining inim. Qizlarning savoli bor ekan. Ben bir savol so'raychi. Samijan, sizningki akınız to'y qilgan vaqtda apangiz shu to'y qildigan qizga qarta talab qo'yib baqqanmi? Masalan, bizning oilaga bir mondara qizlar bo'lsa bo'ladi deb balam debchi. Aşağılatda anadikin akınız masalan o'zi yaxshi ko'rdigan yoki shu talabga tushmay qolgan qizdan voz kechib, anki apangizningki talabi bo'yicha uylangan ahvol bormi, yo'qmi? Yo'q. O'zi yaxshi ko'rgan qiz bilan to'y qilganmi? Asabda cho'nglar tunishtirgan. Demak shu cho'nglar tunishtirgan shundaqmi? Amsi cho'nglarningki yana apangizning alayda talabi bormi kelinga qarta? Ya, ancha talabi yo'q. Siz demak qanday qizni topsangiz, siz yaxshi ko'rsangiz, yaxshi ko'rgan adamingizni hurmat qildi, ham shuni sizga olib berdi, shundaqmi? To'g'ri. Masalan, qaydiyosini o'qimaydigan bir qizni yaxshi ko'rib qoldingiz deylik sizning. Cho'nglarni hurmat qilmaydi, beparvo. Siz cho'nglarni hurmatla yoki bo'lmasa salom qildingizmi, voy nima bo'pti? Men mushtaq ko'ngan degan holatdagi qizni uyingizga qarshi olamdi. Apangiz yaxshi ko'ramdi. Yaxshi ko'rdim. Siz nimaga asosan apam yaxshi ko'rdi deb o'ylab qoldingiz? Men bizga rost gapni deb bering, apangiz qizlarga talab qo'ydi. Masalan, endi hozirgacha balam mandara qizlarni bir kelin qilg'im batdi deb baqdimi, deb baqmadimi sizga? Men o to'g'riliq yo'q ichib baqmadim. Ma'qul, hozir apashni yonga qo'yib turaylik. Sizning ko'z qarshingizni anglaylik. Demak, adab qoida yo'sinni anchalik yoqilmaydigan, beparvorak qiz bo'lsa, sizni qabul qilaveramsiz. Bu qilmalik asta-asta o'zgartib olmaydi. Asta-asta o'zgartib olaman. O'zgartib olasiz. To'g'ri. Demak, samimiy ifodalash iqtidorida azroq astıliq bor. Asli tegi maytini aytganda yaxshi qizni olsam deydi, yaxshi qiz bizning oilaga kelin bo'lsa deydi. Lekin bir lig'iz nima qilib degandek javoblar bilan mujmallik keltirib chiqarayotgan bo'lsa, biz Saminiyani bakrak tushunib baqaylik qizlar. Savol so'rasanglar bo'ladi. Yaxshimisiz Sami? Yaxshimisiz. Sizdan savol so'rab baqsam, siz masalan o'zingizga mos kelgan tipdagi qizni yeshiga qo'ygan talabingiz bormi? Yo'q. Sizdan cho'ng bo'lsin maylimi? Meni pek cho'ng olib kelsam bo'lmaydi. Qancha atrofida cho'ng bo'lsa bo'ldi? 1-2 yosh bo'lsa bo'ldi. Rahmat. Undaqda bo'y egizligi, taqdir huquqi qanday talabingiz bor? Bo'y egizligimni anchalik o'lchimim yo'q. Nega kas bo'lamdi? Pek pakov qo'ydim. Sabuda bo'ldim. Qaysi? Men bilan sabuda chiqsa bo'ldi. Tang bo'lsa-ma? Ha. Azroq egiz boshliq oyoq kiysa egiz bo'lib kelsa maylimi? Mayli. Ha, men bo'lmaydi ekan, cho'qim o'zi bilan tang tush bo'lsa bo'ldi ekan bu inim uchun. Bo'ldi. Inim siz o'zingiz haqida yaxshiroq o'ylashing, qizlarni o'ylashinglar. Partikulada to'rdukkini desa hozir ham ko'pinchalarimiz bilamiz. Lekin to'rdukkini haqidagi ba'zi bir tushunchalarimiz yanada gunga bo'lishi mumkin. To'rdukkini ichilgan bo'lsa, masalan, ma'lum bir aylarning to'rdukkini bor deylik, u o'rtaq mulk tavasiga kiramdi. To'rdukkini shu amaliy do'konga o'xshash iqtisodiy manfaat olib kelalaydi. Ayol o'rtaq turmush kechirish jarayonida o'rtaq mablag' selib to'rdukkini ochgan bo'lsa, bu to'rdukkini ayolning o'rtaq mulki bo'ladi. Endi ayol shu munosabati buzilib, ajrashadigan bo'lib qolsa, to'rdukkini bir taraf davomli foydalanib, yana bir tarafga to'liqlama basi bo'ladi. Agar shu to'rdukkini bir taraf qilish jihati kelisholmasa, shu to'rdukkining mavjudligini, buning mablag' sog'anligini, ham shuning munosabatli dalil isbotlarni so'qib ta'minlash orqali da'vo yo'li orqali o'zining huquq manfaatini qo'g'disi bo'ladi. Rahmat. Xo'sh, biz birinchi bosqichlik chiroq o'chirish holati kirsak bo'lamdi, Fkan? Chiroq o'chirildi degan gap yodingizda bo'lsin. Maskanmaydi ekanmiz deb qizlar qaror chiqarganligi. Agar chiroq saqlab qolgan bo'lsa, demak umid bor, siz davomli paranglashsangiz bo'ldi. 3, 2, 1 boshlandi.
Yangi turimizga Şinjanning har qaysi joylaridan hamkorlashuvchi qabul qilamiz. 3, 2, 1 başlandı. Siz uchun 2 chiroq saqlanib qoldi. Demak, siz Aman-Nisa, Go'zal Nur bilan davomli fikr almashtirib baqsangiz bo'ladi. Qizlar bosh so'rsin men. Qizlar so'rsinmi? Go'zal Nur, sizga nisbatan Sami qandaqroq ta'sir berdi? Endi menga nisbatan ta'siri yaxshi, endi sirtqi qiyofati yaxshi ta'sir berdi deb o'ylayman. Anoniki men chiroqni saqlab qolishimdagi sabab davomli fikrlashib beqish uchun. So'rangiz bo'lsa so'rang amsa. Bayam siz yosh jihat o'zimni cho'ng bo'lsin qabul qilmadi dedingiz-ku. Masalan, ota-onangiz qanday qaraydi uni? Sizningcha? Qabul qilaveradi. Masalan, siz bir turmushlik bo'lib, turmushdan ajrashib ketgan masalan, yo bolasi bor, sizning bir ishga cho'ng qizlar bo'lsa qabul qila olamsiz? Yo'q. Sizning madaniyat saviyangizni so'rab baqsam bo'lamdi? Boshlang'ich. Tushunish bo'ldi. Men shu ashni so'rab baqay degandim. Saqlab qolamsiz o'chirib Chiroqni yetasiz. o'chiribdimi? Bo'ldi. Aman-Nisa. Sizning maoshingizni so'rab baqsam bo'lamdi? Oylik maoshim 3 ming. Anki siz qaysi vaqtlarda o'ylashni deganlar o'ylash vaqtingizmi? Ya hozircha o'ylashmadim. Hozircha o'ylashmadingiz. Siz cho'qim qiz taraf bilan birga elish kerak deb o'ylamsiz yoki men o'zim olsam bo'ldi deb o'ylamsiz? O'zim olaman. O'zingiz pul yig'ib olamsiz. Undaq bo'lsa siz to'y qilish oldiramsiz? Yo'q, qoldirmayman. Aman-Nisa, saqlab qolamsiz, o'chiramsiz? Saqlab qolamsiz. Bo'ladi. Qarang-a, Sami. Aman-Nisa o'quvchi. Tex o'qish bitmadi. Aman-Nisa sahnamizga chiqqan nurg'un yigitlarningki dastlabda diqqatini tortadigan qizlarning biri. Nurg'un yigitlar Aman-Nisa bilan paranglashib beqish yoki Aman-Nisani tushunib beqish uchun xil tirishib baqqan. Bugun Aman-Nisa siz uchun chiroq saqlab qoldi. Endi siz berib chiroqni o'chirib olsangiz bo'ladi. Va yoki Aman-Nisaning qo'lidan tatib sahnaning o'tirib akasangiz bo'ladi. Ali, siz o'ylaganmi? Ha? Mushundaq bo'lsin faraz qilganmi? Yo'q, faraz qilmagan. Men faraz qilmagan. Aman-Nisa, qani, sog'lim. Nima uchun Samini tanlab qolganligingiz haqida o'ylaganlaringizni deb bersangiz bo'lamdi? Shu o'zimcha ikkimiz maskulimiz deb o'yladim. Anandan maktabda o'qiyotgan bo'lgandiki, o'qish bitirib bo'lguncha anandan keyin yaxshi o'tib ketamiz deb o'yladim. Sizcha Sami sizning nazaringizda bo'ladigan yigitgan hozircha? Uyingizdagilarning nazarida-chi? Hozircha uni bilmayman. Vaqti kelganda yaxshi o'tib ketib qolsak shu uydagilarga deb tushuntirib qo'yish. Ekrandan ko'rib bo'ldi uydagilar. Beshimiq kelganda ko'raman demsiz. Shundoq tavakkulchi yoshlar uchrab qoladi. Bu tavakkulchi yoshlarning ko'pinchasining yishkishi kerak. 22 yoshlik bir qiz hozir tunji ko'rib ko'p paranglashmasdan bir yigit bilan tushib ketish oldida turibdi. Ayzodamga chidamagandek sizga chidamay olib qolsam, tushib ketmang deb. Lekin unda qilmayman. Agar Samiga ishongan bo'lsangiz, Samiga nisbatan ko'zingiz yetgan bo'lsa, qani, chiqinglar, birga mengib yiqinglar. Agar oxirgi olib chiqib bo'lmasanglarmi, o'zinglarning tanlashi. Oxirgi olib chiqsanglar, bu biz uchun xush xabar. Lekin bu xush xabarni pat orada anglayamaydigandek turimiz, har chiqinglar to'yga oldirmaydiganlar. Qani, biz vaqt ta'min isbotlaydi bo'yicha keyin javobinglarni kutaylik. Muborak bo'lsin, qo'l tutishdinglar. Oldi bilan singlim sizga Şinjan Bergnaz Xalqaro savdo-cheklik shirkati ta'minlagan bir dona oltin uzukli uchirilish sovg'a sifatida taqdim etamiz. Rahmat. Samijon.
Səminin qol titrəb getdi üzükni dəgici. Səmi birə qızğa üzük verib baxdınızmı hazırgacha? Yo'q. Bu tuncu qitimligimi? Undaq bo'lsa sizga sovg'atimiz bor. U bo'lsa-mu Xinjiang Pillin savdo cheklik shirkati hamkorlashgan Xinjiang Shoqlan savdo cheklik shirkati Sanxing markalik oila elektr saymonlarini top tarqitish markazi ta'minlagan shok qozonni ag'ash keting. Muborak bo'lsin. Endi bu sovg'atlarning davomi bor. Buni sizlarning qadaminglarning davomini belgilaydi. Agar haqiqatan chiqishib, bir-biringlarni tanlag'ininglarni to'g'ri deb mühür basqan kuni, chek basqan kuni o'ylanish xetini ola olsanglar ham bizga o'ylanish guvohnomalarni ko'rsatib qo'ya olsanglar, undaqda ishqinglarning she'rnay sayohatinglarning barliq chiqimini Xinjiang Fasl xalqaro savdo cheklik shirkati o'z ustiga oladi. Undan keyin yana Xinjiang Pillin savdo cheklik shirkati bilan hamkorlashgan Xinjiang Shoqlan savdo cheklik shirkati Sanxing markalik oila elektr saymonlarini top tarqitish markazi to'yinglarga bir bo'lsa tammash sovuq qildi, bir bo'lsa munch sovuq qiladi. Muborak bo'lsin. Rahmat ishqinglarga. Shukrsiz. Rost shukrsiz. Maqbul. Yana ish qidim so'rasam yeyib oldim. Vicdanım his bilemay qolmay maqbul. Yaxshimisiz do'stlar, hozir elchi programmasini tushdim. Qizlar bilan fikrish jarayonida Amanisa bilan gapimiz bir yerdan chiqish qilib qo'l tutishib ketdik. Samimiy sahnaga chiqqandan keyin ikkimiz paranglish jarayonida ikkimizning gapi bir yerdan chiqdi. Andan keyin shu maskilimiz deb o'ylab billa sandan tushib ketdik. Ishonmanki, sayyohatlarga bilib berishga ishonchim bor. Rahmat ko'pchilik. Kutilmagan bir ishqa yo'liqdiq-a. Men o'ylamgan, hatto men topqoq alim o'ylamabdi-ka. Potigaladami paraz qilmagan. Bo'pti. Chidamasaqmi uzatdiq-da. Chiroyliq Amanisa singlarimizni. Amanisaning baxtli bo'lishini, Saminingmi ko'ngildagidek turmushga erishishini umid qilamiz. Qizlar naqshanglamdiq. Tazliq qog'ozi, Gulginoz tabiiy sappaxtiliq tazliq qog'ozi. Qizlar ekran qarayli amdi kim chiqdi? Yaxshimsizlar ko'raman do'stlar, elchi programmasidagi go'zal qizlar, men Turg'un Qurban bo'laman. Bu yil 26 yosh kirdim, yurtim Aqsu shahrida men kichikroq bir tashqi savdo cheklik shirkati ochaman. Orzuyim savdo sohasida bir natija qozonish, ham shuning uchun kecha-kunduz tirishyapman. Elchi programmasiga kelishdagi maqsad menga o'xshash orzudagi izlanish tirishish g'oyasi bor bir qiz bilan tanishish. Qani Turg'un, sahnaga marhamat. Yaxshimisiz sendagi barliq qarindoshlar. Ismim Turg'un Aqsudan bo'laman. Yaxshi Turg'un. Sahnaga hammamizni qarindoshlar deb aytdingizmi? Endi qarindosh bo'lganki qarindoshlar dedim. Bo'ldi. Demisizmi bizning sahnamiz har millat qarindoshlar keladigan, muhabbat izlaydigan, muhabbat uchun o'zining ko'z qarashlarini o'tirib qo'yadigan bir sahna. Xo'sh, Turg'un, o'zingizni bir tunishtirib o'tamsiz? İsmim Turg'un Qurban, o'zim Aqsudan. Bu yil 26 kirdim. Hozirgi kasbim bir kichik shirkatim bor. Shangma olgunsi savdo to'g'riliq. Turg'un, sizning ismingiz bizdan vaqtsiz ayrilgan ataqliq ovoz artistimiz Turg'un Qurban akaning ismi bilan o'xshash ekan, Aqsuliq Turg'un kammi? To'g'ri. Ayni vaqtda shu Turg'un kamni bilgash to'niga shunday bir qo'yilib qolganmi, udil kelib qolganmi? Amaliyotda Turg'un Qurban ustoz mening opamniki Toshkentdagi savodishgan, albatta bo'lib qolgan. Ular Toshkentda tutgandan keyin yaxshi izlashib o'tgan, Aqsbaylarga qaytganchada necha qatim mashinasida birga kelgan tur. Shu kichik vaqtimda ismi Turg'un bo'lsin deb opamlar bilan deyishib, endi yaqin og'inib o'tibdi-ki, dadamlarni tanishganki, shu ismimni Turg'un Qurban deb qo'ydik. Ko'nglimizroq yerim bo'ldi, lekin xush bo'ldim. Turg'un kamning ismini qayta siz orqali anglayapmiz. Turg'un kam ovoz kasbida bir tug'ildi, yana qayta ikkinchi bir Turg'un kam qachon tarbiyalanib chiqar, qachon shunday bir ovoz artistlar chiqar deb qolg'idek bir kasb jihatdan nayt ustun bir akamizdi. Töhbisimi bor akamizdi. Ailanglar bo'yicha yaqin kelsizlar bo'ldi. Bugungi elchi muhabbat izlash safaringizning ko'ngillik bo'lishiga tilakdoshman ukam. Men sizga yo'l boshlag'uchi bo'lay.
ilgari yurib baqqanmi? Yurib baqqan. Necha qitim? Jami 3 qitim. Uzoqroq yurganimni sansak 2 qitim. Ayrılıb ketdinglar. Shuni bilan Masakni keldingizlar. Eng oxirgi qitim ayrılgan vaqtingiz qanchalik bo'ldi? 3 yil burun öyle ketdi. 3 yil burun. Ma 3 yil jarayonida izchil muhabbatlashib baqmdingizmi? Yo'q. Vaqt chiqmadimi, xizmat aldirashmi? Muhabbatdan azar yedim digilimi bo'lmaydi, endi bir qatim 2 qatim mag'lubiyatga uchragandan keyin shuna avval pul tepib, ondan muhabbatlashay deb. Shu butun kallamda pul tepishlar. Hozirmi? Demak, bu qitim el sahnasiga chiqishingizda muvofiq nomzod chiqib qolsa, chiqishib qolsanglar bir tarafdan pul topqash, bir tarafdan oilani qurib o'tish istagingiz bormi? Hozir endi yashimmi cho'ngib qoldi, uydagilarmi qistab qoldi, shuna bu yerdan bir loyiq chiqarmi deb kelishim. Qani qizlar, Turg'un Qurbon haqida ozgina tushunchaga erishdik. Endi qolgan tushunchalarni o'zingizlar so'ranglar. Yaxshimisiz Turg'un? Yaxshimisiz. Şirketingiz Ürümçi'dimi? Ürümçi'de. Özünüz Ürümçi tursiz-ku? Çoğunlar Aksu'da şundaqmi? Çoğunlar Aksu'da. Hazır siz mesela Ürümçi'de turib qalsangiz, to'yqatda tayyorliqlaringiz bir qurib bitib bo'ldimi? Hozir sizning to'yga qarta degangiz uy mashinami? Yo'q, uy mashin demadim. Ideyangizda to'y qilsam bo'ldi, hozirgi meniki to'y qilsam bir uyni tutib keta olayman, ayolning o'disidan chiqib keta olayman, uningga ilaqay mas'ul bo'la olayman degandek taraflardachu. O uy mashinani aldirmay tepasmi shirkat olganiga tepag'il oldi namdi. Endi iqtisod jihatdan uyimni qamdab ketish cho'ng masala emas, lekin ko'zingiz yetdi shundaqmi? Endi to'y qilib qolsam, ularni oldirmay uyning ojitidan chiqib yo qilaman. Sizce muhabbatlash bilan to'y qilishninki qanaroq farqi bordi? Adam misol qo'rqinish salamdi, sizga mashta bo'lamdi. Muhabbatlash jarayonida undaq qo'rqinishlar yo'q-ku, andish qilgan ishlarimiz ko'p bo'lmaydi, lekin to'y qilaylik degan vaqtda adam yuriksab ko'p qilib, adam sal qo'rqinish bosadigan ahvollar bo'lib qoldi. Sizda mashta to'g'ri. Bo'lamdi. Mendimi ancha-muncha bo'ladi, ham to'ydan qo'rqish bir xil. To'ydan qo'rqish psixikasi sizdan bormi? Sizda bormi? Mendan bor. Ashtaq gaplar bo'lsa qo'rqib bir xil qana qilaman debchi. Bugun mushu fursatda Ali, mushaqda azroq tushanchangizni o'tirib qo'yib bering. Mush to'ydan qo'rqishmi, psixikalik kasallik tabami? Shunda, psixikalik kasallik emas, psixikalik to'salg'u bilan kasallik o'xshamaydi. To'salg'u deganimiz shundaq bir ishlardan hamda qo'rqishda. Hamda to'ydan qo'rqishni so'q put hodisi deymiz-ku. So'q put degani bir xil to'yni o'ylashlar bir xil qo'rqa ketgan, shoklar qoldigan. Ham nima ish qudaq to'ydan qo'rqash masalasi kelib chiqadi deganda, bir odam tag to'y qilg'ichi ma'lum bir o'ziga bir tunish muhitni yaratib oladi hamda. Bu xuddi tuxumning ichida tug'andek holatda bo'ladi. Ham to'y qilish biroqla uningda nurg'un salohiyatlarni, yangi salohiyatlarni shakllantirdi, yangi kimlikni shakllantirdi. Bundash aytganda burun to'y qilmagan holatdagi mallik salohiyat bilan qo'g'digan nurg'un hissiyotlari hamda to'y qilgandan keyingi yangi salohiyatda oshkorlanib qolish mumkin bearamchiligida. Bunda bo'lganda odam aloqa deymiz, davlat tilida mo'min kimyo deymiz-ku. Mo'min kimyo bir xil tashvishlanish yoki bo'lmasa to'y qilgisi kelmaslik shakllandi. Bu amaliyot deyilsa elib aytgan qo'rqish. Ammo nimda qo'rqayotganligini bilmaydi. Ammo qo'rqayotgani aniq. Hissiyotni his qiladi, turib qoldi, ammo zot nimadan qo'rqayotganligini bilmay qoldi. Undaq bo'lsa, bu to'y qilishdan qo'rqish, masalan, bu inim 26 yoshga. Yosh bilan munosabatlikmi? Masalan, to'y qilish ishidan o'tib ketdimikin desak, bu fikam naq shu ishi turibdi. To'y qilish ishidan o'tib ketib, kechikib to'y qiladi ko'proq ko'rilamdi va yoki yosh bilan faqat munosabatsiz holatda kichikroqlardan ko'rilamdi. Yosh bilan ko'p munosabat olmaydi buni. Yosh bilan munosabat yo'q. Endi shu to'yni oqib so'zg'anlim shu ashqil hadis tufayli so'zlar ketadi. Ana degan ancha taxiri bu xil tipdagi odamlar to'y qilsimi, uning aslidagi
ko'z qarashi bo'ldi emasmi? Shu tufayli endi bu to'yning bek o'ngishli bo'lib ketishini atayın. To'salg'ini yangmay turib qilgan to'y bilan yengib bo'lgandan keyin qilgan to'yning natijasi o'xshamaydi ekanda. Hatto o'xshamaydi. Bu yerda o'z bishorat deymiz, o'zining to'yga bo'lgan xato tushunchisini to'g'ri qilish uchun bo'lsa-mu, to'y mag'lub bo'lgan gap. Masalan, siz bir odamni eski deb o'yladingiz kurashmay turib, hem onun bir eski gaplarını anladığınızda, onunla kurashmay turib, qarshi tarafning obrazi kallangizda shakllanib oldi. Siz ham kurashgan vaqtda 100% kallangizdagi obraz yaqinlashtirish uchun uning nurg'un harakatlarning ichida siz aşı eski taraflarga cho'qim ashini lopaynakda cho'ngaytib, ko'z qarshingizni isbotlaysiz degan gap. Shunga o'xshaydi. Tushundim. Endi siz to'y qarta qo'qish to'salg'ingizni yengib oldingizmi hozir? Yoki azroq bormi yana? Asos jihatdan yengib oldim desam bo'ldi, chunki men 3 yil vaqt sarf qilib burungi ishlarni kallamdan bir o'tkazib, şantonla onu endi yangi turmush qurishsiz. Demak, endi muvofiq nomzod bo'lsa, to'ydan ishkilanmaysiz, qo'rqmaysiz. Men qarasam ham shaxsan bir xil kichik bir kulib turdi ekansiz-ku. Oq ko'nglingizni bir xil chiroyingizni chiqibdi sizniki. Siz bilan to'y qilgan qizma chuqur baxtli bo'ldi deb o'ylayman endi. Shaxsan men o'zimning ko'z qarashimdirimchu. Siz ham qanday masalan o'zingizning yosh farqi qanchalik yoshli qizlarni to'y qilishni xohlaysiz yoki ham o'zingizning kichik yoshli qizlarmi ham shuni so'rab baqqim keladi. Bu jihatdan chuqur tanlandisangiz, men chuqur o'zimning kichikroq qizlar bilan to'y qilishga ra'yingiz bor. Ra'yim bor. Lekin endi menimcha endi men o'zim yaxshi ko'rsam, mendan 3-4 yosh cho'ng bo'lsa-mu, cho'ng chataq yo'q deb o'ylayman. 4 yosh bo'lsin bo'laverdi. Bo'laverdi. Uydagilarcha qanday qara? Uydagilar hozir qizli bo'lsa, topsanglar apray degan o'ylaydi. Aldirab yetibdi-da ular. Sizning ota-onangiz ish qilib deyqanmi? Dadam tok elektr stansiyasida ishlaydi. Ko'jada ham. Opam o'qituvchi. To'liq o'tirdi. Bo'ldi, tushundim. Ma'qul, rahmat. Siz necha bola uyda? Men 3 bola. Mendan kichik qo'shkizak bir ukam, bir singlim bor. Xayrgul singlimning oilasi 3 bolami, ha? Shunaqa, sizga o'xshaydi ekan. Xayrgul singlimning oilasida 3 farzand bor. Xayrgul xo'tandan-a? Xo'sh, Xayrgul, siz Turg'un Qurban sahnaga chiqqandan boshlab qanday ta'sir berdi sizga? Menga bergan ta'siri shu hamda pishqan, cho'ngshular. Pishqan ta'sir berdimi? Ha. O'zini to'xtatgan. Bo'ldi. Bayatdan biz Amanisani uzatgandik. Amanisani o'rniga chiqqan singlimni mana endi ko'ribdiman. Bayatdan beri sahnada parang bilan bo'lib, singlim o'zingizni bir tanishtirib o'ting. Mening ismim Rayla, Qashqardan bo'lman. Kasbim sestra. Davan Changlayon yuyanda ishlayman. Ha, aholilar boshqarmasi tavalligidagi doktorxonadami? Ha, mana shundaq sestralar bor, doktorlar bor, sizga o'xshash shirkat ochganlar bor. Undan boshqa o'z oldiga egilik tiklash uchun kurash qilayotgan, tirishayotgan qizlar bor sahnamizda. Qani, sizning masalan kasbga qo'ygan cheklamangiz bormi ukam? Mundaqroq kasb bo'ldi, ma kasbdagi qizlar bo'lsa men to'g'ri chiqishamasligim mumkin deb qarab oladigan. Kasbda undaq cheklamam yo'q. Ben nima kasbni qilsin, o'z yaxshi ko'rib qilgan kasb bo'lsa, men uchun endi bo'laverdi. Endi xizmati bor bo'lsa, endi xizmati yo'q bo'lib qolsa, uni bo'ldi, lekin endi keyin to'y qilib qolsak, er ayol o'rtasida urush talash bo'lmaydi, degili bo'lmaydi. Hamdamda uy tutsak, hamdamda kurash qilib turmushni biyizsak deyotgansizda. Pravongiz bormi? Bor. Mashina haydayolmisiz? Siz necha yillik shoför? 3 oy bo'ldi prava. 3 oy bo'ldimi? Yangi yoshlikda hozir rol tutsangiz bir xo'shal bo'ladigan paytlaringiz ekanda, ha? Mashina haydaysangiz va xo'shallik topadigan vaqtlaringiz hozir. Undaq bo'lsa, mushunga oid bir savolim bor. Fatiguldamdan yaxshi anglang, ha? Fatigullada ma'lum bir aylan mashina haydab ketyapsa, qarshi tarafdan bir mashina sur'at deganda kontrol qilg'isiz darajada mush odamga qarab akilib qasddanlik bilan so'qibdi. So'qqan bilan o'zi qattiq yorilinibdi. Endi mushada to'lam javobgarligi shakllansa, kim ustiga oladi? Keynidan kelib so'qqan kishida hamda haqiqatan qasddanlik bo'lsa,
Onundan bo'lsa hamda shu kelib chiqqan ziyonni ustiga edish kerak. Endi shu voqea yuz bergandan keyin hatto soqchi atrofdagilar shu qatnash voqeaning yuz berishida shu tekshirib ko'rib qatnash mas'uliyatnomasi chiqardi hamda. Chiqargan vaqtida endi shu qaysi tarafda qanday mas'uliyat bor shu aniqlangandan keyin anandan keyin shu mas'uliyatnomidagi mazmun bo'yicha javobgarlikni ustiga oladi. Rahmat. Endi haqiqatan shu keynidan kelgan mashina yoki oldidan kelgan yoki keynidan kelgan deyli. Mayli oldidan kelgan bo'lsin, mayli keynidan kelgan bo'lsin, endi shuningda qasdtanlik bo'lsa, bu shu cho'qim to'liq mas'uliyatni yoki asosli mas'uliyatni ustiga olish kerak. Rahmat. Bilib oldingizmi? Bir tarafdan turmush, hayot haqida o'zaro fikr almashtiramiz. Bir tarafdan qonun savodlarimizni cho'nqirlashtirish, bilib olish maqsadida Fatigildamdan kallamizga kelgan va yoki to'rdoshlar bizdan so'ragan, bilmagan nuqtalarimizni so'rab turamiz. Rahmat Fatigilada. Amsa birinchi bosqichda chiroq o'chish kiramda o'qifkam. Kirayli-ya. 3, 2, 1 başladık. Kamera kino amani kiyimlari yigitga bir yurish to'yliq kostyum bir sovuq qiladi. 3, 2, 1 başladık. Voy, tas degan ovozlar chiqdi. Siz uchun Nadiya, yangidan kelgan singlim Rahila, Mahira chiroq saqlab qolibdi. Balkim bularning siz bilan yana fikrlashib beqish istiga bor. Qani Nadiya, siz to'y qilishni hozir asosan kallangiz o'tkazib o'tgansiz-ku. Endi to'y qilgan vaqtda qizvalga qandaroq bir mundaqiliq ko'ngil izhor qilsam-la, to'y taklif qo'ysam bo'la degan bir xiyolon qilib baqdingizmi? Masalan, kallangizni o'tkazib baqqan mundaq bir shaklda to'y taklif qo'ysam bo'ldi degan anglab baqayli degandim. Bu endi to'y taklifi qo'yish desak, men ayni chog'larda yurayotgan mezgillarimda endi Beydulardan izlep, degandek torlardan izlep, nurg'un to'y taklif qo'yish usullarini izlab topgan. Lekin xil izlanib ketgan. Birsini qilib baqmadingiz? Qilib baqmadim. Masalan, benzinning ichiga uzuk sap qo'ydigan, mashinaning kayni ichib bo'lgan ama jiq sharlar uchib chiqib, qizlarning do'stlari "Voyjon, o'y muborak bo'lsin" deb ketadigan. Biz ashtaq narsalarni to'rdan ko'ryapmiz-a. Mushlarning ichida masalan Beydudan biz anglamaganlarimiz deb bering, qanday to'y taklif qo'yish usullari bor ekan. Qaysi sizga bek yaradi? Meni so'ray. Menga eng yorg'ini shu qiz o'g'il ikkisi sayohat chiqdi ekan. Sanyaga sayohatga berib. Sanyaga? Shuning bilan paraxutdan birini ijaraga kelib, paraxutning ustida qizga to'y taklif qo'ygan. Naq u kunisi salut bayram kuni ekan. Dengizda turib, shu salyut atgan manzillarni ko'rgil bo'ldi ekan. Shu chog'larda shuni o'zimning qilg'isi bor. Foydaga erishdi u yigit tayyor salyut bayramida salyutlar u qiz uchun etilgandek-dan, ha? Endi sizga shu salyutlar o'tli kelami emasmi? Endi ma sahnada bir foydangiz bor. Agar bir qiz sizga yarab shu qizmi ma'qul deb chiqib ketadigan ish bo'lsa, sen yoq bora olasiz fikam. Paraxutni o'zingiz ijara olsangizga pasli shirkatiga deb baqsaq, endi mushbal bir romantik to'y taklifi qo'yib olsin desak, bir paraxut ijarim olib berib qola. Bir güzel to'y manzarasini shakllantiramizda, siz talab qo'yib olsangiz. Rahmat. Tirishaylarmiz shu ish uchun. Deganingiz kelsin deb o'tasangiz gayet kelmay qoladi, qarang. Nadiya, hozir sizdan rahmat, men shuni so'rab baqay degandim-chi, qandaroq bir ideyasida tayyorligi bormi, shu to'y taklif qo'yishga debchi, endi hozir Sanyaga bir paraxut to'y taklif qo'ydik ekan. Tushundim. Rahmat. Boshqa savolim yo'q. Chiroqni saqlamsiz, o'chiramsiz? O'chirib aytay. Bo'ldi. Maskanmaydi ekanmiz deb qarab qoldim. Bo'ldi. Lekin to'y taklif qo'yish yarag'anti, u rasmiy yarag'anti. U bo'lgan. Ma'qul, rahmat. Rahila. Bir xil samimiy oq ko'ngil, kelishon, iliq birsiga iliq eskilik qilmaydigan bir xil shon qiz. Ashtaq ta'sir berdimi sizga? Chiroqni saqlab qolamsiz yoki bir savolingiz bormi? Savolim tugdi. Siz maqtab qo'yib bu chiroqni o'chirib o'tmoqchimi? Bo'pti.
Talışыңızga hurmat qilamiz. Rayla yangi chiqqandan keyin hozir kuzatuvchi holatda, moslashib biz Rayla nima desmoq qo'ldaymiz? Mayra. Masalanga siz ham deyilqi qiz o'g'il ikkinglar bir yerga tomoqqa chiqqan bo'lsanglar, qiz do'stingiz sizning unda chiqishimda ilqi nimroq Allohga qarab bakroq nazarini sapqasi shuni qandaroq muomala qilsiz? Chuqur menimi ko'nglim beram bo'ldi-da, endi mening qiz do'stim endi boshqalarga boshqacha nazarda qarab qilib qolsa, endi o'zim o'g'il olgan uchun chuqur ko'nglim beram bo'ldi. Lekin shu qandoq bitirib qilsiz shuni? Buni tomoq vaqtida gap qilishmay qaytgandan keyin andin mushtaq o'tirdiki masalani yechib buni degan qilma deb ma'qul rahmat. Chiroq o'chirida yeyishimiz biza tarixni qoldik. Bo'ldi. Rahmat. Afsus, Turg'un Qurban. Chiroqlar amisi o'chib ketib qoldi. Buning nimadan derak berganligi sizga ayon, a? Hech qisi yo'qmi? Hech qisi yo'q. Başdan axir shundaq yaxshi ifodalayman deb tirishqandingiz. Afsus, qizlar balkim o'zining o'ylag'ini bor, o'ziga mos kelmaydigan bir tarafingizda bayqagan bo'lishi mumkin va yoki o'zini sizga mos kelmaydi deb o'ylagan bo'lishi mumkin. Turli sabablar tufayli chiroqlar o'chib ketildi. Lekin quruq qo'lchib ketmaysiz. Xinjiang shifr biotexnologiyasi ta'minlangan shifr markali energiya quvvat yurishligini sizga sovg'a qilamiz. Az bo'lsa-mu? Voy, qo'limda yo'q ana. Rahmat inim. Atayin chiqqaningizda go'zal bir to'y taklifi qo'yish fursati sizga nasib bo'lmay qoldi, ya. Lekin keyingi qitim chiqqanda yana bir tirishib baqsaq bo'ladi. Bo'ldi. Ma'qul. Xayramsa. Rahmat. Bo'ldi. Yaxshimisizlar ekran oldidagi barliq ko'rilman do'stlar. Men hozir sahnadan tushdim. Mushu elchi programmasiga qatnashishimning sabab endi mush program orqali endi o'zimga bir o'zim yaxshi ko'rgan bir loyiha bilan birga tush orzuyim bilan bot chiqqan. Lekin mushu sahnaga chiqib qizlar bilan fikr almashtirish jarayonida endi sal jiddiylashib o'zim echilolmay yolg'iz yenib tushdim. Lekin qat'iy o'kinishim yo'q. Endi men o'zimga ishonaman. Men chuqur o'zimga loyiq, o'zim yaxshi ko'rgan qizni topa olayman deb o'ylayman. Ko'pchilik rahmat. Hozirgi yoshlarningki agar yurak so'ziga haqiqiy yuragimizni berib tinglab baqsak, ularning to'y taklifi qo'yishqimi baydolarga kirib, aqtirib, izlangan holatlari bakmo suyimlik bilinadi ekan. Demak, yoshlar bak beparvo emas. Qisman cho'nglarimiz, qisman yoshlarni bak beparvo deb o'ylaydi. Balkim shundaqdir, lekin ko'pincha yoshlarimiz yanada to'y turmushiga nisbatan to'lim astoydil pozitsiya tutyapti. Biz ilk sahnamizda buni bayqayapmiz, his qilyapmiz. Qadrli ko'rman do'stlar, programmamiz oxirlash oldi turyapti. Qizlar, quruq qo'l qaytmanglar. Sizlarga Xinjiang Bergnas xalqaro savdo cheklanish shirkati ta'minlagan mukofotli sovg'atlar bilan Xinjiang Tilsimat Grim buyumlar savdo cheklanish shirkati ta'minlagan xushbiroq attirni sovg'at qilamiz. O'zing katdan yeding katmidi holatida chiroyli xushbiroq attirlar bilan hozir tepanglar. Qadrli ko'rman do'stlar, elchi programmamizning tajdorligini o'zgacha tanqidlar bilan iste'molchilarning olqishiga erishib kelayotgan Xinjiang Cho'ngustam yemaklik ishlab chiqarish shirkati o'z ustiga olgan. Xinjiang Fasl xalqaro savdo cheklanish shirkati programmamizni alohida qo'llagan. Har hatto ishinglarni chekimiz muhabbat uchun, rishtini rishtiga bog'lash uchun. Ko'rib ko'rishaylik. Xayr xo'sh.